boshladik. Demak, 4-jumboq. Bugun 4-jumboqni yechishimiz kerak. Mana bizga berilgan mana bu sonli bosh qotirma. 126 barobar 76 yozilgan, 132 barobar 32 yozilgan, 208 barobar 58 yozilgan va 261 barobar so'roq yozilgan. Demak, yechishni boshlaymiz. Bu yerdagi qonuniyatni topib olishimiz kerak avval. E'tibor berib qaraydigan bo'lsak, 126 bo'lib barobar 76. Xuddi yana 6 bilan tugayapti. Keyingisi ham xuddi shunday 2 bilan tugayapti, 132. Bu yerda yana 2 bilan tugayapti. Yana undan 3-chisini qaraydigan bo'lsak, 208 8 bilan tugayapti, 58 ham 8 bilan tugayapti. Qandaydir oxiri 0 bo'lgan sonlar ayrilyapti deb qarasak bo'ladi. Misol uchun bu yerda biz payqashimiz mumkin. 126 dan 50 ni ayiradigan bo'lsak, 76 chiqayotganini payqaymiz. Endi xuddi shunga o'xshash, bir xil emas, lekin 132 dan 100 ni ayirasak, 32 chiqyapti. Endi 3-chisiga o'tamiz. 208 dan 150 ni ayirib tashlasak, 58 chiqyapti. Birinchi 50 ga ayrilyapti, keyin 100, keyin 150. Endi tabiiyki keyingisida 261 dan nechini ayiramiz? 200 ni ayiramiz. 261 dan 200 ni ayirsak, javob 61 bo'ladi. Demak, qonuniyatni topib oldik. Ayrilayotgan son 50 tadan oshib ketyapti. Buni menimcha tushundinglar shekilli. Demak, javobimiz 61.